Yani obunachim bilan PvP o'ynaymiz. Stella Brerot o'yinida. To'g'rimi? Samin akkauntida Samin akkauntida o'ynaydi u. Qani ko'ramiz kim yutar ekan. Keldimi? Ha, kel olim. Давайте. Bolalar, men kirdim. U ham kirdi, u tanlab yotibdi boyotdan beri. Endi boya o'g'irlab ketib qoldi kirishimga. Mayli. O'sha yer tanladi. Men bunisini tanlab olay mayli. Men buni tanladim. Давайте. 1 2 3 go. Papa boshlandi. Bu yo'g'ini o'zlang ko'rasizlar kim uchun. Bitta bunaqa bor edi. Qizil tanlamang dedim o'shancha sizga. Ko'kda yaxshiroq edi dedim. Ya, Lionel Cactus'ni. Keyin ko'k tanlaymiz shundan keyin. Lionel Cactus'ni. Brunoel. Mana nihoyat yutdim. 3 gacha bo'ladi, davay. Давайте. Bobomurod. No way. No way. It is no way. No way. Lionel Cactus'ni. No way. Bro, no way. Ibi. Bacham. Lionel Cactus'ni. Billah. No way. Lionel Cactus'ni. Vai, Daleski. Suka, kvaки. Thank you so much. Oppa endi. Kutuma kutu. Kutuma kutu supallari. Kutuma kutu. Lionel Cactus'ni. Bobomurod. No way. No way, bro. Yes. Bir marta yetsam bo'lgani. Okay. Okay, guys. No way, no way, no way. Lionel Cactus'ni. No way, no way, bro. Bro, what? Back here. Billah. Lionel Cactus'ni. Bobomurod. Lionel Cactus'ni. Billah. Bu Bobomurod. Yo, hozir yetkazasiz. Billah, Niko. Vay dale. Bekar bittaligini tanlamadi. Biz oldin bu ko'k tanlash kerak edi, bu tanlash kerak edi. Qizil tanlab qo'ydi bu. Ko'k tanlaganda ozgina qoldi ya. Lionel Cactus'ni. No way. Billah, yarim soat so'zlayapti. Lionel Cactus'ni. Bro, no way. Bro, no way.
No way, bro. No way, no way. No way, bro. No way, bro. Evet, nokta babaları. Ya. Lionel Cactusoli. Ah, baba Murat. Ah, baba Murat. Vay. Toylab turadi, asqirib keldi şimdi. Prismarin. Ha, Aqling yetdi. Men 3 Robloxdan. Aqling yetdi. Bosda. Lionel Gap yok. Cactusoli. Keyingi videoda şimdi 3 Roblox'tan qilamiz. Yutdim. Давайте. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hoziroq, davay. Go. Endi video 6 minut bo'pti. Shunga ikkinchi qism chiqarishimni xohlasanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Go. Ikkinchi qismda ko'kin tanlaymiz, ya'ni ko'ppala qurollarimiz bo'ladi. Qani go. Ikkinchi qismda ham balki 1-2 soatlarda chiqararman. Juda qiziq o'yin. Bunga sizlar Stella Brerotga kirasizlar, ikkita do'st bo'lasizlar va shunchaki mazza qilib o'ynaysizlar. Qani omad. Go. Agar challenge'lar bo'lsa, challenge'lar dodasini beraveringlar. Bajarishga tayyorman. Go!